Şehirlerimiz davamlaştırımız hürmetli vatandaşım. Amerika ile Avrupa İttifakı zor bir hareket kozgaydı. Beijing bir aydan keyin intayin qiyin bir vaziyatga duch keldi. Mavzuli xabar 8-ayning 5-kuni Saudiya gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Germaniya Saudiya gazetida e'lon qilindi. Amerika Jungo Saudiya urushi davomlashyapti. Aksaray'ın iqtisod maslahatchisi navbatni oshkorlab mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yevropa Ittifoqi suhbatda bosish hosil qildi. Beijing texim yetim qoladigan bir vaziyatga duch keldi. 8-ayning 5-kuni mundaq xabar qilindi. 7-ayning 5-kuni Prezident Trump Yevropa Ittifoqining raisi Claude Juncker bilan suhbat o'tkazdi. Prezident Trump Amerika bilan Yevropa Ittifoqi birdek fikrga keldi. Bugun Yevropa Ittifoqi bilan Amerikaning hamkorligi yangi ilgirlashga erishdi. Aksaray iqtisod maslahatchisi Larry Kudlow 3-kuni oshkorlab mundaq ko'rsatdi. Ikki tarafning savdo suhbati bosish hosil qildi. 30 kun ichida konkret ishlar e'lon qilinadi. Yani Yevropa İttifakı bilan Amerikaning suhbati bosish e'lon qildi. Bosish hosil qildi. 30 kun ichida konkret masala e'lon qilinadi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungo 60 milyard dollarlik Jungo tovarlarga boj qo'yishni zakarlagandan keyin Amerika tovarlarga boj qo'yishni zakarlagandan keyin Kudlow 3-kuni mundaq ko'rsatdi. Jungo Prezident Trump'ның hareketini yuqori o'rlatadigan irodasini. Jungo Prezident Trump'ның hareketini yuqori o'rlatadigan irodasini sal chaqlamaslik lozim. Amerika bilan Yevropa İttifaqi savdo suhbati bosish hosil qildi. 30 kun ichida Amerika bilan Yevropa İttifaqi bozorni ochib etish va mablag' solishni ko'paytirish ishlarini e'lon qildi. Kudlow mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Yevropa bir kelishim imzoladi. Birlikda hamda Jungoga Amerika Yevropa birlashib siyosati bilan muomala qiladi. Jungoga hamda Amerika bilan Yevropa İttifaqi birlashib siyosati bo'yicha muomala qiladi. Men mundaq hisoblayman. Bizning savdo ummatlarimiz sizlarga bizning hozir Meksika bilan qadamni moslashtirayotganligimizni aytib berdi. Amerika Kudlow savdo maslahatchisi Kudlow nima deydi? Amerika Yevropa İttifaqi bilan qadamni moslashtirib qolmay hozir endi Latin Amerikasidagi Meksika bilan ham qadamni moslashtirdi. Jungo yetim qoldi. Iqtisod tumanga qarab sariladi. Jungoda iqtisod tumanga qarab sariladi. Germaniya Saudiya gazeti 2-kuni mundaq ko'rsatdi. Yevropa İttifaqi 8-ayning 1-kuni e'lon qilgan sonliq ma'lumot shuni ko'rsatdiki, 7-ayning 30-kunidan burungi 5 hafta ichida Yevropa İttifaqi Amerikadan 360 ming tonna purchoq import qildi. O'tgan yildagidan 3-8 hassa oshdi. Amerikaning purchoq mahsuloti Yevropa İttifaqi import qiladigan umumiy miqdorning 9%dan o'rlab 37%ga yetdi. Yevropadagi har qaysi davlatlar yetarli purchoq ishlab chiqara olmag'achqa, navbatda har yili chet eldan 3 million tonna purchoq import qilishga ehtiyojlidir. Germaniya matbuoti mundaq hisobladi. Yevropa İttifaqıning Amerikadan purchoq import qilishining muhim sababi Amerika Jungo savdo urushidir. Germaniya moliya torbeti mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump savdo urushi qo'zg'alliqdan purchoq eksport qiladigan muhim davlat Jungo savdo urushi tufayli Amerikadan o'ch elishga boshladi. Amerikaning purchoq mahsulotidan yuqori darajada boj elib, Braziliyaning purchoqlarini import qiladigan bo'ldi. Bu ish Braziliyada purchoqning bahosini o'rlatib o'tdi.
Braziliyadan köplep purçak import kılıngan Avrupa İttifakı Amerika işlep çıkargan purçakның bahası növbetde bazarda rekabet gücüge ega boldu. Yana bir haber. Bu yerde 300 tengi yok. Cungo'da köp joylarda açlık iskalatığı ot kitiş hadisi yüz berdi. Mavzulu haber 8. ayının 5. günü Hoşa Vakt gazeti ilan kılındı. Haber mundaq başlar. 7. ayının 23. günü Cungo Devlet Mahkemesi işhanesi memleket boyunca açlık iskalatları san miktarı ve süpet tekşürüş uqtırışı ilan kıldı. Şundan keyin memleketning har qaysi joylarida açlık iskalatı ot ketiş hadisleri yüz berdi. Heilongjiangdan Lindian, Henan өлkəsində Jiangsu, Jiangsu өлkəsində Guizhou. Davamını keyinkilik seyredənlər hörmətli vətəndaş.